Bugun nima ovqat qilsam bo'ladi? Har bir ayol uchun bu kunning eng muhim savollaridan biri, ya'ni tez tayyorlanish kerak va barchaga yoqimli bo'lishi kerak. Ishga ketish, bolalarni bog'chaga yoki maktabga kuzatish, uy ishlarini bajarishga ulgurish kerak. Vaqt esa cheklangan. Bularni barchasiga ulgurish bilan birga nonushta, tushlik va kechki ovqatga ham ulgurish kerak. Shuning uchun oila a'zolarimga tez tayyorlanadigan va barchaga birdek yoqadigan retseptlarni tavsiya qilaman. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki barchaning kayfiyatiga yanada kayfiyat bag'ishlaydi. Uyga biror bir buyum, misol uchun parda tanlashni olaylik. U ham xuddi ovqat tayyorlashdek qulay va oson ishlatiladigan bo'lishi kerak, lekin chiroy ham bo'lsin. Chunki to'g'ri tanlangan parda xona ranglariga mos kelib, yorug'likni boshqaradi va uyni yanada iliq va nafis qiladi. Shunday qilib, ovqat ham, parda ham kichik, ammo muhim tanlovlardan biri hisoblanadi. Bu esa uy bekasiga nafaqat tartib, balki qulaylik yaratib beradi. Siz ham uyingizni chiroyli hamda shinam qilib bezatishni istasangiz, Italiya pardalari bunda sizga yordam beradi. Ishonamanki, sizga ham albatta yoqib qoladi.